Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar, shu parrandaga qiziquvchilar. Mana xudo xolasa bugun 2025-yil 12-may sanasida turibmiz. Xudo xolasa mana Adlerskiy Serebro zotidagi tovuqlarimiz kechki ovqatini yeyapti. Mana xudo xolasa hozirgina berdik. Nasib bo'lsa Xudo xolasa makonlarimiz basharalari qizarib, tuxumga harakatni boshladi. Xudo xolasa tez kunlarda tuxum kirib qolsa, tuxumlariga zakaz olamiz, sotamiz tuxumlarini. Eldan ko'ra anchagina arzonroq qilamiz. Nimaga desalaring, o'zimiz ham qiynalib misol pullarni olganmizda, qimmat pullarga olganmizda, 10 ming so'm, 12 ming so'mlar. O'shani hisobiga mayli biz qiynalganimizga yarasha boshqalar qiynalmasin, xalqimizga foydasi tegsin degan maqsadda arzonroq qo'yamiz. Endi reja bo'yicha xudo xolasa bularni tuxumi kirib qolsa narxini 8 ming so'm yoki 7 ming so'm qo'yish niyatimiz bor. Xudo xolasa Xudo nasib qilsa 7 ming so'm, 8 ming so'mdan tuxum topish juda qiyin. O'ta qiyin. Xudo xolasa endi biz qo'yamiz shu narxda. Mana tovuqlarimiz xudo xolasa kechki ovqatini ishtaha bilan yeyapti. Hurmatli aka-ukalar, mana yaxshilar ahamiyat bersalaring, mana shu ham makiyon. Mana oq turibdi, mana shu makiyon. Lekin mana xo'rozlardan ko'ra ham kattaroq. Buni ko'proq anaqalar tushunadi, haligi tovuq bilan shug'ullanayotganlar, tulay makiyonlar yosh makiyonlarga nisbatan kattaroq bo'ladi-da. Mana ikkovi ashli bir xil xo'roz bilan. Shunaqa xudo xolasa bular privaznoy nasib bo'lsa, hali beri qonunni buzganimiz yo'q, xo'rozlar almashgan yo'q. O'zini ochib chiqqan degan aqalari. Endi egasi qonunni buzmasangiz ham bo'laveradi, boshqa joylardan olib kelingan tuxumlari deb aytgani, endi baribir ko'ramiz, vaziyatga qarab, urug'lanishiga qarab aniq qilamiz, xudo xolasa. Mana o'ta chiroyli, o'ta yaxshi tuxumli tovuqlar. Hurmatli aka-ukalar, shu bilan endi videomizni yakunlaymiz. Xudo xolasa bizni kanalimizni kuzatib boringlar. Podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Asosiysi podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Biz yaqin kunlarda xudo xolasa boshqa Jersey gigant, Brekelda 2 xili, Lakenfelderda 2 xili bor. Viandop Cerebro bor, Gagantol jo'jalarimiz bor. Keyin Adlerskiylarning kichkinalari, Lagadenzelarni u ham tuxumga kirib qolgan, hali kirmadi-yu. Xudo xolasa yaqin kunlarda tuxumga kiradigan tovuqlari bor. Jersey gigantlarimiz katta kichiklari bor. Forwerklarimiz bor akalar. O'shunaqa tovuqlarimizni ham, jo'jalarimizni syomka qilamiz yaqinda, xudo xolasa. Bitta gap, shu kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik maqsadida podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Like tugmalarini bosinglar, xudo xolasa. Bular sotilmaydi aka-ukalar, bular sotilmaydi. Faqat agar qiziqqanlar uchun xo'roz sotiladi xolos. Xo'rozni sotamiz, chunki xo'rozlari nisbatan ko'proq. Mana idishlari, xudo xolasa bu suvdan bo'shagan, endi xudo xolasa suv to'ldiramiz idishlariga. Uni qilib anaqa qilayotganligiga ahamiyat bermaysizlar. Hozir bular faqat kepak yeyapti. Ortiqcha ko'p issiqlik kunida kaloriyali kuchli ovqat berib yuborganimiz yo'q. O'z tovuqlar stressga tushib, o'zi ko'tarolmaydi hozir issiqlik kunida. O'shani hisobiga biz hozir faqat mana shunaqa kepak berib turibmiz. Endi kepakni ichiga xudo xolasa yaqinda yana bir rejamiz bor, kalsiy kukuni bor. Xullas, kalsiyni suvay baquvvat qiladigan kukun bor. O'shalardan qo'yish niyatimiz bor, xudo xolasa. Mana ishtaha bilan o'ta toza
anaqa kepayda bu o'shani hisobiga tovuqlar oxirigacha tugamaguncha to'xtashmaydi yeyishadi. Mana xudo xolasa bironlarimiz juda chiroyli holatda. Shu bilan videomizni yakunlaymiz. Hammalaringga rahmat. Bizni videolarimizni tomosha qilib boringlar. Bundanda yaxshi ma'lumotlar, zo'r ma'lumotlarni berib boramiz. Xudo xolasa sog' bo'linglar, salomat bo'ling.